Hurmatli iz bosgan bugun kuzatuvchilari, biz sizlarga doim manfaatli video ulashib kelganmiz. Navbatdagisi qurilish boshlaganlar uchun ayni muddao. Bu mahsulotga alohida e'tibor beradigan jihati, namanganlik ustakalarimiz o'zlari kelib alohida o'rnatib, hamda Namangandan kunda kelib o'zlari mustahkam darajada zo'r qilib tayyorlamoqda ekan. Voh, ko'rib turgan gazabloylaringiz cheklanmagan miqdorda ishlab chiqarilmoqda. Hozir sizlarga narx va razmerini tashqarida aytib o'taman. Bu ko'rib turgan bo'sh joylardagi mahsulotlarni boshqa tumandagi quruvchi akalar olib ketib qolibdi. Sababi bu qishda quyilib tayyorlab maxsus tayyorlangan ekan. Endi sizlarga ko'rib turgan katta ob'yomdagi gazabloylarni olib qo'ydik. Bu sizlar uchun maxsus spesiallik tayyorlangan. Endi bu tugagandan keyin bizga unaqa bo'lmaydimi degan savol bo'lishi mumkin, lekin unaqa emas. Keyingi mahsulotlarda ham mana shunday sifatli darajada mana xohlagan razmeringizda tayyorlab berishadi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana sizlar uchun tepalarda o'zimiz sinab ko'ryapmiz. Yana bitta narsani e'tibor berishingizni so'rab qolamiz. Kelib bemalol qirralarni ko'rib sifat darajasini solishtirishingiz mumkin. Akalarimiz ishiga javob beraman deyapti. Ko'rib turganingizdek cheklanmagan miqdorda gazabloylarni xarid qilishingiz mumkin. Quyidagi nomerlar orqali bemalol cheklanmagan miqdorda buyurtma qilishingiz mumkin. Dastlabkalari ham bor. Bu yerda manzilini aytib o'tamiz. Izboskan tumani markaziga kirishda mo'ljalimiz eski pet kollejining yonidan kirganda Omad akan Tirzevezda avtomaktabi bor. O'shining yon boshida joylashgan. Kelib bemalol sifat darajasini solishtirib xarid qilishingiz mumkin.